Qur'on o'qiganingizda bitta kalima ikki xil ko'rinishda kelganini aniq ko'rgansiz. Bittasi katta alif bilan mana bunday va ikkinchisi kichkina alif bilan mana bunday yozilganini ko'rgansiz. Buni shunchaki mushafga sig'dirish uchun qisqartirib qo'yilgan deb o'ylarmidingiz? Yo'q, unday emas. Buni tagida juda ham ko'p sirlar yotibdi. Hozir men bu sirlardan birini sizga aytib beraman. Bu ikki kalima Baqara surasining 233-oyati va Niso surasining 23-oyatida keladi va birinchisida aytadiki: "Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada ay yutimma ar-rida'a." Bu yerda aytayaptiki, onalar farzandlarini to'liq 2 yil emizadilar. Bu yerdagi ridoa kalimasidagi alif mana bunday katta qilib yozilgan. Chunki bu yerda haqiqiy ona nazarda tutilgan. 9 oy bolasini qornida ko'tarib yurib, tug'ib, o'zi emizayotgan ona haqida gapirilyapti. Ana endi ikkinchi oyat Niso surasining 23-oyatida keladi. Ya'ni erkaklarga qaysi ayollar harom qilinganligi haqida kelgan oyatda va akhawatukum minar rido'ah deb keladi. Ya'ni emikdosh opa-singillar. Bu yerdagi rido'a kalimasini ko'rsangiz kichkina alif bilan yozilgan. Chunki bu asli onaga dalolat qilmayapti. Bu yerda murod haqiqiy tug'ishgan opa-singillar emas, balki emikdosh opa-singillar nazarda tutilyapti. Bu yerdagi emizishlik, ya'ni haqiqiy tug'gan ona emas, balki tashqaridagi boshqa bo'lgan yordamchi ayol, o'shani qizlari haqida gap ketyapti. Oddiygina birgina alif haqiqiy ona bilan emizgan onani farqini ajratib beryapti. Ya'ni Qur'ondagi bu yozuvlarda xattotlar shunchaki chiroyli qilish uchun qilinmagan. Bularning ostida juda ham chuqur ma'nolar yotibdi. Bularning tagida juda ham ko'plab sirlar yotibdi. Bu sirlardan boxabar qolmaysiz, menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying, bu videoni do'stlaringizga, yaqinlaringizga, onalaringizga yuborib qo'ying.